Assalomu alaykum hurmatli Ustaloz kanalining qadrli obunachilari. Imorat qurilyapti turganda nimalarga ahamiyat berish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak? Bugungi mavzumiz shu haqda bo'ladi. Uyingizga fundament kuydirdingiz. Endi tepa qismiga g'ish urdirmoqchisiz. G'ish urdirganda g'ishimizni rastvorga urdirgan yaxshimi yoki oddiy loyga urdirgan yaxshimi? Qadrdonlar, agar oddiy loyga urdirsalaring ham bo'laveradi, lekin ustalar sifatisidan foydalanish kerak. Sababi mana bu cho'pini qarang, pastda ham uji to'g'ri kelyapti. Bu holatda ertaga Xudo ko'rsatmasin zilzila bo'ladigan vaziyat bo'lsa, mana shu cho'plarda stik yo'qligini hisobiga uyimiz yolish, chizilish oqibatlariga olib keltiradi. Qadrdonlar, endi tepa qismimizni bitta oling, operator aka. Sizlarga bitta savol bilan yuzlanmoqchimiz. O'zi imorat qildingiz tepa qismiga, ya'ni tunikafon tepa qismiga, xo'sh, patolog qismiga. Patolog qismiga birinchi o'rinda nima qilish kerak va nimalarni qilish kerak emas? Shu kabi savollar bilan nima deydi, videomizni davom ettiramiz. Qadrdonlar, agar sizlar uylaringizning patolog qismiga mana bunday plastiklardan foydalanadigan bo'lsalaring, do'stlar, qadrdonlar, buni endi nima deydi? Yengilligi ancha yengil. Shamolda yoki boshqa holatlarda o'zini tashlab olmaydi. Agar og'ir narsa bo'lganda tashlab olish mumkin edi. Lekin bitta no tarafi bor, quyoshda rangi oqarib ketadi. Bu ham boshida sariq bo'lgan, keyin rangi mana osharib, maloshniga aylangan. Undan tashqari plastik, ya'ni plastmassadan tashkil topgani uchun mana bunday qilsak, mana uyi oftobda kuyib ketgan. Arzimagan bir to'p teksa ham yoki tosh teksa ham, boshqa teksa ham yolish oqibatlariga kelib chiqadi. Buni endi hozirgi kunda foydalanish koeffitsiyenti tushib ketgan. Boshida juda ham ko'p edi. Endi mana bunday gipsokartondan foydalanmoqchi bo'lsalaring, qadrdonlar, bu ham yaxshi variant. Lekin buni ham no taraflari bor, qadrdonlar. Buni bozorlarda, ya'ni xozmaylarda, qurilish do'konlarida 3 kvadratligini 55 ming so'm atrofida sotyapti. Eng sifatlisini 55 ming, 60 ming so'm atrofida. Buni ustanovkasi 1 kvadrat 40 ming so'm. Agar sizlar gulli qilgizmoqchi bo'lsalaring, buni tekizi 40 ming so'm. Agar gulli qilgizmoqchi bo'lsalaring, 10 ming, 15 ming so'm qo'shilib qoladi, ya'ni arkaligini hisobiga, shestakranligini borligini hisobiga. Undan tashqari reyka olasizlar, 10 ming so'm ketadi reykasiga. Bundan tashqari shpakilovka tortish kerak. Sababi buni choklarni yopishga shpakilovka ishlatiladi. Keyin shpakilovkani ustidan shunday qolinmaydida, rang berish kerak. Ya'ni emulsiya berish kerak. Emulsiya berilgandan keyin tayyor bo'ladi. Shu holatgacha kelguncha, ya'ni ishni boshidan oxiriga darajaga kelguncha общий summasi 80 ming so'm, 85 ming so'm tekiz varianti, 90 ming yoki 100 ming so'm arkali variantiga to'xtayapti, qadrdonlar. Buni ham mustahkam, lekin bitta no tarafi bor. Doimiy nam havoda yoki boshqa havoda egilib ketish yoki mana bundaqa sinish ehtimoli ko'p bo'ladi. Misol farzandingiz sho'x bo'lsa, to'p yoki koptok tegsa yoki bu narsa otsa ham sinish ehtimoli juda ko'p bo'ladi, qadrdonlar. Endi sizlarga qulayroq variant, yaxshiroq varianti hozir 1 sekund pauza qilib qo'yamiz. Do'stlar, mana ozgina qolgan ekan. Shuni topdik amallab. Bu tunikafon qulayligi juda ham ko'p. Endi maqtash yoki reklama qilish maqsadimiz yo'q, lekin men o'zimni uyimga qilgan taqdirimda ham tunikafon qilgan bo'lardim. Sababi oddiy metalldan tayyorlangan. Endi yupqa urganda ovoz chiqarishi mumkin, lekin ikkala tomondan izolyatsiya qilingan. Izolyatsiyasi nima deganga, kraska berilgan, ya'ni kraska berilganlik hisobiga bu zanglamaydi, korroziyaga uchramaydi, yemirilmaydi. Shuning uchun ham buni listi o'zini ishlab chiqarish zavodidan 20 yil kafolat bilan chiqishyapti ekan. Ya'ni o'sha tepaga qoqib qo'ygan holatlarda umuman zanglamaydi. Agar zanglasa, 20 yil ichida zanglasa, boshqatdan qilib berish sharti bilan qilib berishyapti ekan, qadrdonlar. Buning qulayligi hozirgi kunda juda ham ko'p. Mana bitta tepamizni oling, operator aka. Nima deymiz? Chiroylilik ancha chiroyli bo'ladi, hashamatdor bo'ladi. Bundan tashqari, qadrdonlar, yana qanday qulayligi bor hozir? Bitta. Buni eng katta qulayligi, qadrdonlar, bitta remont qilasiz, mana 1 martalik remont. Mana shu 15-20 yil yoki undan ko'p vaqtga ham yetadi. Haligi kraska qilish kerak, laklash kerak degan narsa bo'lmaydi. Sababi uni o'zining kraskasi, laki bor, o'chmasligi, ko'chmasligi kafolati bor. Agar siz mana bunday plastikdan qilgizmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rib turibsizlar, yorilib ketdi, boshqa bo'ldi. Agar gipsokartondan qilgizmoqchi bo'lsangiz, emulsiya berasiz. Emulsiyamiz ham 3 yil, 4 yil davomida rangi o'chadi, ko'chadi. Yana agar to'rt qilmoqchi bo'lsangiz, boshqatdan rang berishingiz kerak bo'lib qoladi. Mana bu holatlarimiz esa 15-20 yil davomida va undan ko'p ham turadi. Agar mabodo rangi bo'g'ilib yoki chang bo'lib boshqa bo'lib ketsa, bitta mo'yka qilib qo'ysangiz ham turaveradi, qadrdonlar. Endi bu
tunuka fonimizni to'liq ma'lumotini, hali qayerlargacha xizmat ko'rsatadi, qanday qulayliklarga ega, narx-navosi haqida ma'lumotni bilish uchun ustakalarimizni oldimizga chaqiramiz. Bitta ma'lumotni eslatib o'taylik. Gipsokartonimiz va mana shu plastigimizni yomonlash maqsadimiz yo'q. Hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqib ish qilishadi. O'rtacha 80 ming 100 ming so'm atrofida. Mana bu xo'sh, tunuka fonimiz narxi hozirgi kunda hamma rasxod ichida eng arzoni 120 mingdan 135 ming so'mgacha. Endi nima deydi? Razницasi bor. Kamida 20 ming, 30 ming, 35 ming so'm razницasi bor. Mana bu materiallarga qaraganda. Lekin bitta narsaga e'tibor berishlarni xohlagan bo'lardik. Buni chidamlilik davri juda ham yuqori bo'ladi. Boshqalarga qaraganda. Ham zamon rivojlanib, zamon bilan hamnafas moda bo'lib turgan nima deydi? Qurilish materiallarini. Keling ustaga. Assalomu alaykum. Aka, charchamaysiz. Sog'lar, ahvolimni o'zi taqib qo'yay. So'yingizni yarasi taqanday bo'laman. Charchamayapsizmi? Rahmat. Manzili bitta aytaylik. Namangan viloyati Norintepa qishlog'i. Mashallah. Sizni o'zingizda ishlab chiqarishingiz qayerda? Bizniki Andijon viloyati Asaka tumanida. Mashallah, mashallah. Mana shu joyga tunukaxon xizmatini qilib bergansiz. Qo'llaring dard ko'rmasin, ishlaring bardavom bo'lsin. Qanday ma'lumotlarni olsak bo'ladi endi? Necha kvadrat bu yer? Bu yerga 240 kvadrat tunuka ketgan. 240 kvadrat, 31 million so'mga 130 ming so'mdan qilib berganmiz. 130 ming so'm. Listimizda qalinligi qanaqa atrofida bo'ladi? Kimdirlar aytayapti, mana bu juda yuqa narsa-yu, yaramaydi boshqa deyapti-da. Yo'q, xudo xolasa yaraydi. 0.35 dan qilingan bu yer, mana shu rasxodlardan. 0.35. 0.35 dan qilingan, 0.37, 0.4 qalinlikdagi listlar ham bor. Tanloviga qarab egasini. O'zi eng yupqasi necha va eng qalin necha bo'ladi? O'zi 0.3, 0.33 bor, undan yuqorlari ham bor. Eng hadavoyi shu 0.35. Ko'pchilik shundan qilgizyapti hozir. Kaziroklar ham shu kvadratning ichida kirib ketgan. Shunaqami? Ha, mana shu polni shapkalari, dorixona, u yerda yana kichkina o'tadigan joyda u yer bor. Hamma joyi 240 kvadrat ichida bo'lgan. 240 kvadrat. 100 qancha dedingiz? 130 ming so'm. 130 ming so'm, 31 million 500 ming so'mga bitgan. Shunaqa. Mana shu 100 qancha kvadrat dedik? 240 kvadrat. 240 kvadrat. Necha kun davomida bo'ladi shu? 10 kunda tugadi deydi shu yer. 10 kun davomida. Maşallah, maşallah. Endi aka, mana qulayliklarni ancha keltirib o'tdik. Yana bitta savolda. Hozirgi kunda so'killarga, misol sho'r chiqadigan joylar borda, hamma narsani yemirib tashlayapti. Misol so'kildan sho'r chiqyapti-da. Endi bu ham sho'r chiqarish nimadan bo'ladi? Tuproqda, nima deydi? Tuproqda sho'r chiqarish qatlami bilan betonimiz, fundamentimizni o'sha kuyilgan joyiga, ya'ni izolyatsiya qora qog'oz deymiz yoki saqich deymiz yoki oddiy salafan tashlab, o'sha narsa solinmagani hisobiga sho'rlab ketyapti. Mana bu yerda ham ozgina ko'rib turibmiz. Bunga hozir kafel yopishtirsa ham yoki boshqa narsa yopishtirsa ham tashlab yuboryapti. Sho'r kuchliligi hisobiga. Shunga mana shu tunuka fondan foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi, ha, bemalol. Tunuka fon qilyapmiz fasadlari ham. Endi agar haligi tunuka fon qilgizamiz-u, so'kilga, lekin ko'chadagi bolalar shu boshqa yo tosh otib ketadi yoki to'p tepib bukib ketadi boshqa degan narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, xudo xolasa so'kilga maydaroq shakllarda qilinyapti, baquvvatlik bo'ladi. 0.4 qalinlikda qilyapmiz fasadlarga. Buni endi haligi maydalashgan sari qovurg'alari ko'payib ketadi. Qovurg'alari ko'payganda haligi mustahkamlik oshadi. Mashallah, mashallah. Yana bitta savol aka. Bitta ikkita joyda ko'rdim men o'zim. Mana shu devor qismiga ham mana shu shuvoq bo'lmagan holatga reka teri shu tunuka fon xizmatini qilib berishgan. Unga qanday qaraysiz? Siz o'zingiz ham qilganmisiz yoki qilganmiz? Qilyapmiz, ko'p joyda qildik. Demak, mana shu devor qismiga ham tunuka fondan qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. To'g'rimi? Hozirgi kunda 135 ming bo'ladigan bo'lsa, agar 135 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar buni qilsa bo'lar ekan. Sababi suvoq qilgizsa, suvoqdan keyin yana haligi malyarka ishi. Buni o'zi 150 ming so'mdan uzoqqa turadi-da, keyin yana 5 yil yo 6 yildan keyin travetimning rangi o'chib ketdi, yana qilgizaman dedi, boshqa bo'ladi, yana remont qilinadi, to'g'rimi? Agar devorni o'ziga qilsa ham, haligi shovqin o'tkazishi yoki nima deydi, shamollarda ovoz chiqarish holatlari bo'ladimi, bo'lmaydimi? Unga orqasiga Penaplex chiqqan, Penaplexdan solib ham qilib beryapmiz. Shum izolyatsiya bo'lib qoladi shu bilan. Bo'laveradi. Ham shum izolyatsiya bo'ladi, ham nima deydi, issiqda o'tkazdirmaydi, sovuqda o'tkazdirmaydi. Shunaqa. Zo'r bo'ladi. Yana bitta obyektim bor dedingiz-a? Shu yaqinda. Bitta uni ham borib ko'ramiz. Bo'ldi. Do'stlar, qadrdonlar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Sizga bitta savol bilan yuzlanamiz. Tunuka fonimizni ko'rib turibsizlar, suvoqdan oldin qilingan. Qaysidir joylarda suvoqdan keyin qilinadi tunuka fon. Endi bizni ko'rib kuzatib turgan kanalimizdagi a'zolarimiz, qadrdonlarimiz, ko'p usta odamlar, mana shu tunuka fonimizni suvoqdan oldin qilgizgan ma'qulmi yoki suvoqdan keyin qilgizgan ma'qulmi?
hamma o'zini shaxsiy fikri bor. Shu shaxsiy fikrini miyasida saqlab tursa, usta akamizga oxirida shu savolni beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, javobini bilib olasizlar. Ketdik. Do'stlar, sizlar bittadan like bosganlarincha biz ikkinchi obyektimizga, joyimizga yetib keldik. Aka, bitta ma'lumotni berasiz endi. Bizni ko'rib kuzatib turgan akalarimiz qig'izdirib oladigan darajada maqtab bering. Arkalarni ham ko'rib turinglar, akalar. Chiroyli chiqqan, ha? Xudo xolasa. Bu yerga necha kvadrat bo'lgan endi? Bu 200 kvadrat. 200 kvadrat. Hozir qancha vaqt bo'ldi shuni uстановка qilganlaringga? Buni o'tgan yil qilib berganmiz. 1 yil bo'ldi, ha? Bizda 1 yil bo'ldi pashta. Maşallah. Do'stlar, uchmaydimi, ko'chmaydimi, unaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi, zanglamaydi deganlar uchun 1 yillik obyektimiz, joyimiz ancha chiroyli ekan bu. Ana kosmoslari ham o'ziga yarashgan. Mana o'sha obyektimiz, joyimiz anchalik nima deydi, uy egalari proyektda ham adashmagan, did bilan qilishgan ekan. Chiroyli. Qadrdonlar, uyni balandligiga ham misol uchun tunukafonimiz yoki fasadiga ham tunikafon nima deydi, hamohang bo'lib ketgan. Bu yer 200 kvadrat dedingizmi? 200 kvadrat ketgan. Necha puldan Shahmat qildingiz? fason bo'lgan. Bu ham 130 ming so'mdan qilingan. Aha, bo'ldi. Aka, endi faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsataman. Vodiy bo'ylab xizmatimiz. Boshqa joylarni endi bular vohalardan chiqmaslik kerak ekanda. Vohalardan ham Samarqandga yaqinda ish qildik. Aha. Xudo xolasa u yoqqa kelishilgan narxda. O'zi qilaverasiz, ha, bo'lmasa. qilaveramiz. Qadrdonlar akalarimiz O'zbekiston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatishaveradi. Faqat hozirgi aytilgan narxlarimiz vodiyda. Vodiydan tashqari bo'ladigan joylarga ozgina narx qo'shilib qoladi dastlabki xizmat uchun. To'g'ri gapirdimmi? Shunaqa, ha. Mashalloh. Xudo xolasa yana qanday ma'lumot? Haligi savolimizga javobni bitta yakunlaymiz shu bilan, ha. Aha. O'zi ko'pchilik insonlar, misol mana tunikafon qilgizayapti. Boyagi obyektimizda o'sha devorimiz suvoq qilinmagan holatda tunikafon qilgizgan. Mana bu joyi suvoq qilingandan keyin bo'lgan ekan, to'g'rimi? Bu ham fasad keyin bo'ldi. Ha. Suvoqdan oldinmidi? Suvoqdan oldin bo'lgan bu ham. O'zi qaysi holatlarda qilgizgan ma'qul? Endi kimdir Aha. suvog'ini qiyizib qo'ygan Xo'sh, bo'ladi. Agar suvog'ni tekis qilib bersa, Aha. bo'laveradi. Aha. Agar suvog'ni keyin qilaman deydiganiga biz o'zimiz ash karnizlarni ipga tortib tekis qilib beramiz. Ashunga qarab suvoqchilar qilib Suvoqni beradi. zazorini ham Zazorini ham tashlab ketamiz. bitta narsa, mana ham uyimizni boshlanish qismi, fundamentdan keyin devorimiz boshlanish qismi, bu yerda rasvori 1 sm yeydigan bo'lsa, tepasi 3 sm yeydigan variantlari bor-da. Ha. Ko'pchilik usta ichkariga qarab yoki tashqariga qarab o'g'ish turadi, to'g'rimi? Shunga ham atkuz olib turib, Ha, shovun tashab, urunga qo'yib ketiladi. Ha, keyin Qanaqa ba'zi bir ustalarimiz bor-da. Shuni ko'radi, necha santimetr o'zi maksimalni suvoq deydi, 2 sm bo'lsa, buni ikkita barmoqni tiqsa kiradigan qiladi-da. Tunikafonda yoki boshqa patolog qismini qilib ketadi. Undan keyin mana bu yerga kelguncha, haligi liniyasi masalan urinini olib kelguncha, bu yerda rastvor yemaydigan bo'lib qoladi. Keyin endi suvoq qilyapti turgan akalarimiz, tepadagi akalarimiz bir urug'aymog'ini eslaydi. Ular dard ko'rmasa Alloh rozi bo'lsin deb. Keyin bir ilojini qilib yo bu yerda chopish kerak bo'lib qoladi, suvoq qilish uchun yoki boshqa variantlarni topishadi. Xullas, o'shanda bitta ip totganda aytgan misol 1 sm yo 3 sm yo 4 sm yeydigan darajada bo'lib qoladi. Shunaqa bo'ladi. Qadrdonlar, fikr, xulosa o'zlaringdan. Kimga qanday ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol o'ylab, nima deydi, maslahat qilib, akalarimiz ishlari yoqqan bo'lsa, bemalol ish sifatidan, xizmatidan foydalanishlari mumkin. Akalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Hozirgi aytgan narxlarimiz faqat vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'onada qulayligini aytding, endi hamma yo'qni aytdik, to'g'rimi? Hamma yo'q. Bo'ldi. Do'stlar, qadrdonlar, akalarimizning xizmatlari yoqqan bo'lsa, sizlar bittadan like bosib qo'yinglar. Akalarimizga omad degan maqsadda bizni ko'rib kuzatishda davom etinglar. Bizni ko'rib kuzatuvchilarimiz faqat nima deydi, ustalarga oid ishlarni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Ustalarga hamki faqat va faqat tajribaga ega bo'lgan sifatli ishlarni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Faqat sizlar uchun bo'lyapti. Undan tashqari sizlarga qanday ustalarimizga yana yoritib beraylik. Agar shu haqda ham bir kommentariya yozsalaring, kimga qanday usta kerak bo'lsa, hamma ustalarimiz ishlarini yoritib berishga harakat qilamiz. Bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar. Sizlarni ko'rib kuzatib turgan kanalimiz Ustalar kanali, like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmadi. Tanishlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.